Hammaga salom. Mobile.uz kanalining qadrdon obunachilari. Hozir 2025-yil va byudjet smartfonlar bozori shunchaki qizimoqda. Eng arzon degani yomon degani emas. Bugun biz siz uchun eng yaxshi AMOLED ekranli, eng katta batareyali va eng yangi chipga ega bo'lgan 5 ta byudjet chempionini tanladik. Ro'yxatimizni Samsung brendining eng mantiqiy byudjet tanlovi, ya'ni Galaxy A15 4G bilan boshlaymiz. Bu telefon A14 dan farqli o'laroq Super AMOLED displey bilan katta sakrash qildi. Displey 6.5 dyum, FHD+ Super AMOLED 90 Hz ekran. Kamerasi 50 megapiksel asosiy, 5 megapiksel ultra keng va 2 megapiksel makro kamera. Batareya 5000 mAh super tez quvvatlashni qo'llab-quvvatlaydi. A15 ning asosiy afzalligi bu uning AMOLED ekrani va Samsung brendining barqarorligi. Agar siz yorqin, aniq rasmlarni va ishonchli dasturiy ta'minotni qidirsangiz, A15 eng yaxshi tanlovdir. O'zbekistondagi narxi 2 million so'mgacha bo'lmoqda. Keyingisi Xitoy byudjet segmentining mutlaq yetakchisi Redmi Note 13 4G. Displey 667 AMOLED 120 Hz ekran, 1800 nitsgacha maksimal ekran yorug'ligi. Kamerasi 108 megapiksel asosiy kamera. Prosessor Snapdragon 685, 33 Watt tezkor zaryadlashni qo'llab-quvvatlaydi. Ekranga o'rnatilgan barmoq izi skaneri va IP elektr suvachanga himoyasi bor. Redmi Note 13 ni raqobatchilardan ajratib turadigan narsa 108 megapiksel kamera va 120 Hz yorqin AMOLED ekranni bir paketda taklif qilishi. Bu uning narxi uchun ajoyib kombinatsiya. O'zbekistondagi narxi 2 million 300 ming so'mdan 2 million 600 ming so'mgacha. Uchinchisi Honor X7D. Ushbu model dizayn va uzoq muddatli ishlashni qadrlaydiganlar uchun yaratilgan. Batareya 6500 mAh ga teng. Displey 677 dyum, 120 Hz, TFT LCD ekran, IP65 suvachanga yuqori chidamlilik, 108 megapiksel asosiy kamera. Honor X7D ning asosiy yutug'i bu 6500 mAh ga teng gigant batareya va IP65 himoyasi. Agar siz elektr rozetkasini tez topa olmaydigan sarguzashtlarning ishqibozi bo'lsangiz, bu sizga mos keladi. O'zbekistondagi narxi 2 million 50 ming so'mdan 2 million 350 ming so'mgacha. Mana Redmi Note seriyasining yangi qahramoni Redmi Note 14 4G. U avvalgi modelning ustunliklarini saqlab qolgan holda yana bir qadam oldinga boradi. Batareya 5500 mAh katta quvvat. Prosessor MediaTek Helio G99 Ultra. Display 667 AMOLED 120 Hz, Gorilla Glass 5 himoyasi. Asosiy kamera 108 megapiksel, selfie kamera 20 megapiksel, 33 Watt turbo zaryadlash. Note 14 ning eng katta afzalligi bu kuchli MediaTek Helio G99 Ultra chipi va 5500 mAh batareyasining kombinatsiyasi. Bu nafaqat silliq ishlashni, balki uzoq muddatli o'yin sessiyalarini ham ta'minlaydi. O'zbekistondagi narxi 2 million so'mdan 2,5 million so'mgacha. Va nihoyat ro'yxatimizdagi eng oxirgi, eng tez va gamerlarga mo'ljallangan model Tecno Spark 40 Pro Plus. Displey 678, 1.5K 144 Hz AMOLED. Prosessor MediaTek Helio G200. Zaryadlash 45 Watt super zaryadlash. 55 daqiqada 100% gacha. Batareya 5200 mAh. Stereo dinamikalar IP64 himoyasi. Tecno Spark 40 Pro Plus bu yerda tezlik va o'yinlarga mutlaqo sodiq. Uning 144 Hz gaming ekrani, MediaTek Helio G200 chipi va 45 Watt zaryadlash tezligi uni yoshlar yuqori performansni istovchilar uchun chempion qiladi. O'zbekistondagi narxi 2 million 700 ming so'mdan 3 million so'mgacha. Mana do'stlar, 2025-yilgi byudjet segmenti gigantlari har biri o'ziga xos. Agar siz mutlaq eng yaxshi qiymat va yorqinlik kerak bo'lsa, tanlovimiz Redmi Note 14 4G. Agar uzoq ishlash va suvdan himoya muhim bo'lsa, Honor X7D. Agar tezlik va o'yin kerak bo'lsa, shubhasiz Tecno Spark 40 Pro Plus. Sizningcha qaysi biri eng yaxshi byudjet smartfoni? Izohlarda o'z tanlovingizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha